Jalyuzi haqida men sizga video jo'natmoqchi edim. Aynan sizni qildirgan eshigingiz rangi ham shunaqa, jalyuzini rangi ham xuddi shunga tushadi. Ya'ni bu jalyuzini qulaylik tarafi, xohlagan joyingizda yorug'lik kerak bo'ladigan bo'lsa, kunduzida xohlagan joyingizni to'xtatib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz mashq holatida, xohlasangiz bundoq holatida. Eng qizig'i buni tepasini bekitib, pastdan ham bosib bo'ladi. Xohlasangiz pastki tarafini shu holatda qilasiz. Buni ochib yopganda eshik bilan birga harakatlanadi. Bu yoqda turmaydi. Adden eshikni o'zida bo'ladi. Xohlasangiz tepasiga ham, bunga ham qilsangiz bo'ladi. Buni qulaylik tarafi eshik bilan birga bo'ladi. Yengilligi o'ta ham yengil. Umuman nagruska tushmaydi eshikka. Mana mast holatda 100% ichkari taraf umuman ko'rinmaydi. Ana sizga eshiklar ichkariga ochiladi, pardaga xalaqit qiladi. Ichkariga parda ilargan bo'lsa. Sizga aytgan jalyuzim shu. Agarda kelib o'lchab hisob-kitoblarni qilib bering desangiz, boraman, hammasini o'lchab, aynan shu jalyuzimiz necha pulga tushishini biz sizga hisoblab ma'lumotlarni yana to'liqroq beramiz. Sog' bo'ling aka.